Qabristonliklarni chiqib, buzib, tuzlagan bikoyalarga ko'pincha hollarda maktab soladi deganda, maktabda o'quvchilar bek jiq, ham uning ustiga o'quvchi bolalarning, ya'ni kichik bolalarning ruhi bek pokiz deb qaralg'ashqa, qabristonlikdagi hiliqi pokiz bo'lmagan bir xil mudhish tuyg'ularni besib ketalaydi deb o'ylab, shunda qabristonliklarni chiqib bekalab qo'yganlarga ko'pincha maktab soldi. Bugungi hikoyamizmi shunga bilan munosabatlik bir tarjima hikoya. Undaq bo'lsa, hikoyani boshlab ketaylik. Men bugun bu hikoyani birinchi personaj tilida so'zlab baqay. Manda so'zlasam qanday chiqadi qani? Pingnunchiga o'zinglarning ko'z qarashini qoldirib qo'ysanglar bo'ldi. 2015-yili to'liqsizning 2-yilida o'qiyotgan vaqtimda yezidagi men o'qiyotgan bu maktabning o'qitish binosi yon taraf va keyni taraf butunlay tog'lar bilan o'ralgan. Yotoq binosi bilan bo'lgan oraliqi 400 metr kelgan yerga joylashgan bo'lib, u vaqtda men yotoqdagi bir necha savodashlar bilan birga bir to'r o'yiniga maftun bo'lib qoldik. Kichikchilikda yurakim cho'ng bo'ldi. Biz bir necha savodashlar har kuni yarim kecha bilan o'qitish binosiga berib, toki tong otquchi o'yin o'ynaydik. Bizning bu maktab yezning eng chet bir yerga joylashgan bo'lib, yaqin atrofda o'ltiroq uylar ham yo'q. Eng yaqindagi kentga berish uchun 20 minut yo'l yurishga to'g'ri keladi. O'qitish binosi bo'lsa, koni uslubdagi 2 qavatli bino. Bu binoni sog'ilib bek uzun yil bo'lib ketdimi qandoq? Shu bino sirtidagi sementlarimiz so'yilib tushishga boshlagan. Ammo binoning ichini qaytadan remont qilgan, xil yomon emas. Har bir sinfda birdan kompyuter va birdan tasvir tushirish apparati bor. Ammo har qitim derazadan sirtqa qargan vaqtimizda tog'dagi quyuq qabrlarni ko'rib tenimiz churkinib ketadi. Ba'zi qabrlarga bek uzun yil bo'lib ketgachkimi har xil yov o'tlar chirmab, qabr toshlarimi o'rlib ketayl deb qolgan. O'g'illar yotiqida har kuni kech soat 9:30 bilan chiroq o'chirilib, 10 yotoq tekshiriladi. Yangi o'qish boshlagan vaqtlarda yotoq boshqaruvchi muallim o'z yolg'iz kechichi tijonilik turadi. Keyindan herib qoldimi qandoq? 3-yillikdagi ma'lum bir o'g'il o'quvchiga oshqushni tutqizib qo'yib, yotoq binosini taqib etib, o'zi kechichi uxlaydigan bo'lib oldi. Bizning yotoqdagi Dilshatning 3-yillikdagi o o'quvchi bilan munosabati xil yomon emas bo'lib, bir qitim oshqushni so'rab turib, bozorga berib, piyli qilibdi. Biz her gün kechda berib o'yin o'ynaydigan o'qitish binosimi kechichi taqalmaydi. Shundan e'tiboran biz har kuni yarim kechadan shu oshqush orqali yotoq binosidan chiqib, o'qitish binosiga kirib o'yin o'ynaydigan bo'lib oldik. Tunji qitim yotoqdan qochgan vaqtimizda, bizning tajribamiz bo'lmag'achqa, biz uchaylan putimizning uchida dastlab ovoz chiqarishdan ehtiyot qilib, u yerlarni silashtirib yurib, yotoq binosining ishiga kelgan vaqtimizda oshqushni silib, u eshikni ochsaq, u koni eshikdan g'ijirlab shundan bir cho'ng ovoz chiqib ketgandi. Biz ma'lum anglab qolgan bo'ldi deb atrofga shunda zansilib qarab tursak, ilm yaxshi ta'limimizga bizning u yotoq boshqargan muallimning yotiqi koridorning u bir chetida bo'g'ashqa anglab qolmagandi. Biz yotoqdan qochishni ana shunday boshlab olgandik. Yotoq binosi bilan o'qitish binosining oraliqida basketbol maydoni bor. Biz shu maydondan o'tib ketayotgan vaqtimizda atrof intayin tinish, hattoki qurt qo'ng'izlarning ovozini anglab bo'lmaydi. Faqatla biz uchaylarning shap-shap mangan oyoq tevishimizni ham anglab bo'ladi. O'qitish binosi qop-qorong'u. Deraza xuddi bir juft ko'zga aylanib bizga tikilib qarab turayotgandek ko'rinadi. Men derazaning oldiga kelib jiroqdagi qabrlarga qaradim. Oy nuri ostida u qabrlar ajoyib mudhish yo'rib turadi. Men qo'rqinimdan yugurib, oldimda ketayotgan 2 savodishimga yetishib oldim. Bizning sinf koridorning eng chetida. Sinfning keyni eshik qulpi allaqachon buzilib qolg'achqa, kuchab bir ishtirsakli ichilib ketdi. Do'skida kunduzda muallim bizga yezib qoldirib qo'ygan topshiriq. Hamma narsa o'z biti. Bir savodishim yugurib berib kompyuterni ochdi. To'r intayin asta. O'yin to'r biti yarim kundagidek cho'gilib aran ichildi. Biz erkin nafas ilishga bitnamay birazdan gap qilishdan qo'rqib, kechilik o'yinlarimizni shunday ehtiyot bilan boshlab ketdik. Biz odatda yarim kecha soat 3-gacha o'yin o'ynab qaytadik. Bir qitim o'yinga bek berilib ketib, beshimizni ko'targan vaqtimizda allaqachon tong suzilib bo'lganligini ko'rib, yugurib yotiqimizga kirib yetib bo'lguncha boshqaruvchi muallim bizni o'yg'atqil kiribdi. Ya'ni u kuni biz tutilib qolgan. U vaqtlarda yeshimiz nayt kichik bo'lg'achqimi, kechich uxlamasaqmi, ertasi yana nayt ruhli holatda tura oldik. Biz shunday qilib toki hiliqi g'alati ishga yo'liqcha bu holatimizni davomlashtirib yurdik. U kuni aniq esimda turibdi, oyning 15-i. Xuddi kumush tovoqdek to'lin oy atrofni kunduzdek yo'ritib turadi. O'qitish binosidagi 2 sinfning keyni ishga buzilgan. U kuni biz 3 savoddosh bordik, ya'ni men, Odil va Dilshat. Odil bilan men bizning sinfdagi kompyuterda o'yin o'ynaydigan, Dilshat bo'lsa 2-qavatdagi yana bir sinfga chiqib,
shu sinfda o'yin o'ynaydigan bo'lib deyishdik. Yerim kecha taxminan 12:20 bilan Odil toza berilib o'yin o'ynayotdi. Men bo'lsam yeni saqlab o'tiratdim. Tuyuqsiz koridordan taq 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 qilgan oyoq temishi anglandi. Bu ovoz intayin iniq va ritmli chiqyotdi. Xuddi biraylan tegib qattiq sulyokesh kiyib koridorning u chetidan biz tarafga yiqilib kelayotgandeklar. Men quloqimni tikib zang qo'yib angladim. Bu ovoz koridorning yana bir beshidagi palampay tarafdan olinib, bizning sinfga yiqilib kelyotdi. Men Odilni noqib turib, "Hey, sen angladingmi?" deb so'rsam, u qo'ldagi mousni qo'yib tinglab biqib chiroy tatirib ketdi. U ostagina, "Angladim, odash, muallim keldimi nima?" dedi. Biz darhol o'yinning ovozini o'chirdik. Sinf qo'rqinchli jimjitlikka to'ldi. Koridorda mengayotgan u odamning har bir qadami yerga mazmut tushib, nihoyatim ritmli ovoz chiqarib yiqilib kelyotdi. Qo'rqinimdan yuragim chiqib ketay deb qoldi. Qo'limning olqonlari talab suv bo'lib ketyotdi. Agar u ma'lum bo'lsa, qo'lida cho'qim elektr bor, dedim asta ovozda. Bugun oy shunchalik yo'ruq. Muallimning qo'lida elektr bo'lsa, bizni cho'qim ko'rib qoladi. "Hey, yoki Dilshod tushganmidi-ya?" dedi yinimdagi Odil. Oyoq devishi sinfning orqa eshigiga bog'an sir yiqilib kelyotdi. Biz ikkimiz putimizning uchida dastlab sinfning oldi eshigiga berib, eshik aynikidan sirtqa qardik. Koridorda nadimi bir odam tugul, soyimi ko'rinmaydi. Lekin oyoq devishi izchil bor. Keyni eshikka qarab cho'chib ketdim. Keyni eshik qachonlarda ichilib qolgan bo'g'iydi. Men qarayotgan yo'nalishga qarab qo'rqib ketgan Odil belkimni ching'ida tutdi. Uning lag'ildab titrayotganligini his qildim. O'qitish binosining keyni butunlay qabristonlik. Anglashlarga qaraganda, mushu binoni silish uchun nurg'ulg'an qabrlarni buzib o'tganmish. Men shularni o'ylab qo'rqqanimdan, peshonamdan ter chiqib ketdi. Men yuragimni qopdaq qilib, keyni eshik tarafga qarab, "Dilshod!" deb to'lidim. Ovozimning titrab chiqayotganligini o'zim his qilardim. Hech kim javob qaytarmadi. Men yana bir qatim chaqirdim. "Dilshod!" Koridorda vahimalik jimjitlik hukm surmoqda. Men darhol bir ishni esimga kelib, kompyuterning oldiga berib o'yinni ochdim. Biz uchaylan birlashib o'ynayotgan emasmi? Ekranning bir bo'lag'ida Dilshodning o'yindagi roli davomli o'ynayotdi. Men unga xat yozib, "Pastga tushdingmi?" deb so'radim. U pastga tushmaganligini aytdi. Bu vaqtda ikkilan qo'rqqanimizdan unga darhol pastga tushishni aytib qo'yib, kompyuterni o'chirib etib, sinfdan chiqib koridorda Dilshodni saqlayotgan vaqtimizda keynimdagi qorong'ulik ichida xuddi birsi bizga tikilib qarayotgandek bilinib, tinim shurkinib ketdi. Dilshodmi tezli tushdi. Uni bilgidan talqinimizcha yugurib yotoqimizga kirib oldik. Yotoqdagi boshqa bolalar og'ir uyquga ketgan. Men ostan ovozda bayotim bo'lgan ishlarni Dilshodga desam, Dilshod xuddi ishimni bilmagan qiyofatda menga qarab turardi. Men ichimda bayotimizni qo'rqatgani cho'qim shu Dilshod deb o'ylag'ach uning putiga qardim. Putida tantarbiya oyg'i bor. Biz bayotdan koridorda anglaganimiz bo'lsa, aniqla Sulyovkashning ovozi. Shunday qilib biz o'rinlarimizga kirib uxlab, ertasi uyg'onganda bu ishni qaytadan deyishvastak. Bizning yotoqdagi yurgi cho'ng bir sog'dishimiz bir necha kun burun o'z yolg'iz yarim kechada o'qitish binosiga berib o'yin o'ynayotganda koridorning o'ttirsida kichik bir bolaning yig'layotgan ovozini anglaganligini aytdi. Biz shundan e'tiboran yarim kechada o'qitish binosiga berib o'yin o'ynaydigan odatimizni butunlay tashladik. Vaqt munosabati bilan bugungi hikoyamizni oyoqlashdi. Yoqtirgan bo'lsangiz yurak berib taqdim qo'yishni unutmanglar. Xayr xo'sh.